Sevganingizdan ayrilgansiz va bir dona tabletka bo'lsa-yu uni ichib hammasini unutib maza qilib yashasangiz. Ayriliqda sizga davo bo'la oladigan yoki nimadirga fokus qaratmoqchisiz, sizni qiz bola chalg'itayotgan bo'lsa, shu borasida top 3 ta eng zo'r kinolar. Bu videoni sevdim, o'ldim, kuydim deb yuradigan o'rtoqlarga yuborib qo'yinglar. Demay boshladik. Eng birinchisi La La Land. 2016-yilda chiqqan bu kinoni ko'pchilik ko'rmagan. Film davomida musiqali, raqsli va yorqin rangli joylari juda ham ko'p. Bu esa syujetga ko'proq drama qo'shgan. Lekin aslida bu film sevgi haqida emas, tanlov haqida. Film sizga savol beradi. Agar orzuyingiz bilan sevgan insoningiz orasida tanlov qilishga majbur bo'lsangiz, siz qaysini tanlaysiz? Bu film boshdan aytadi. Bu love story emas. Bu bir insonning sevgi haqidagi tasavvuri qanday qulashini ko'rsatadi. Ko'pincha biz kimnidir sevamiz deb o'ylaymiz, lekin aslida o'zimizga yaratgan obrazni sevgan bo'lamiz. Va film so'ngida siz umuman kutmagan burilish. Uchinchisi mana sevimli kinoyim. Yosh yigit buyuk barabanchi bo'lishni xohlaydi. Uning ustozi esa buyuklik faqat og'riq orqali keladi deb hisoblaydi. Buyuklik uchun harakat, orasida sevgi xalaqit qilishi, fokusdan chalg'imaslik, qo'rquv, bosim. Xullas, siz kutmagan yakun. Video yoqdi degan umiddaman. Sizda yana qanday kinolar bor? Kommentariyga yozib qoldiring. Qaytgancha obuna bo'lib, keyingi videoni kuzatishda davom eting.